شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz ilgirki darsimizda Sura Baqaraning 30-oyatini o'qigandik. Ilgirki darsimizdagi mazmunlar Alloh subhanahu va taoloninki malaiklarga o'zining ziminda inson yaratilganligini xabar qilgandan keyinki malaikalarning Allohga qo'ygan savoli, ya'ni insonning xarakteri haqidagi savoliga Alloh bir og'izlam javob bergan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya'ni men sizlar bilmagan narsalarni bilaman. Men o'zim bilmadim degandek biz ilk darslarda buni so'zlab o'tgan. Alloh subhanahu va taoloninki inni a'lamu ma la ta'lamun. Sizlar bilmagan nurg'un narsalarga men bilaman, ya'ni siz bilmaganni men bilaman. Men bilaman degan mush javobining o'zi farishtalarga pat arada Adam alayhissalatu vassalamninki yaratilishidagi hikmatni ko'rsatib qo'ydigandek bir ifoda. Endi bu yerda ortiq javob bermadi. Buning hikmati anda ya bunda insonlar Adamga qaragan vaqtda, malaikalarga qaragan vaqtda bunda alohidlik bor deydigan gapni qilmadi. Faqat men bilmadim deydigan bir javobni berganligi yaqinda malaikalarga insonninki ne kadar alohidlikka ega ekanligi, malaikalar bilan yaratilish jihati o'xshamaydiganligi, qanday vazifalarni o'z ichiga olganligi namoyon qilinagandek, amaliy isbotlanagandek bir xil ifoda beradi. Endi bugungi darsimizda biz Alloh subhanahu va taoloninki malaikalarga musha haqida ko'rsatadigan javobi, ya'ni amaliy javobi. Oldingi darsda faqat men bilmadim degan javobni bergan bo'lsa, bu darsda inshaalloh amaliy javobi, ya'ni qandoq bo'ladi, qandoq inson nim bo'lib malaikadek bir Allohga uzluksiz qulchilik qilish, Allohni uzluksiz muqaddaslash xarakteri bilan, tabiati bilan yaratilgan malaika to'g'risida nimda bir inson yaratildi degan nuqtaning alohidliklari, gavdalik ifodalari bugungi darsda chiqadi inshaalloh. Shuni Alloh subhanahu va taolo malaikalarga javob shaklida da'vatidi. Ham buni malaikalarga javob shaklida degandan-ki bizga yetkazilishi, ya'ni bizga Qur'onda oyat sifatida deyilishi insonning o'zining vazifasini tunishi. Asli inson behuda yaratilgan maxluq emas ekanligi, Alloh subhanahu va taoloning insonni zamin yaratishda nurg'un hikmatlari bor bo'lib, bu hikmatlarni inson o'zi ro'yobga chiqarsa, insonning dunyodagi imtihoni muvaffaqiyatli ayoqlashadiganligini ifodalaydi bu javob. Bu javob tuvandagi oyat ifodalarida 31-oyatda va allama Adamal asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah subhanahu wa ta'ala Adem'ge bütün şeylerinin, bütün isimlerini öğretti deydi. Ve ya da isim degan ibaret kullanışı çünkü öğretişinin tunca kadimi bu. Aval bir nersinin ismini öğrenirdi, ondan ki onun hususiyetini öğrenirdi, ondan ki ameli işildi. Bu öğretişinin başlanışı bu. Yani insan o'zi hayotda, dunyoda yashashda, dunyodagi vazifasini ado qilishda ehtiyojli shaylarning hammasidan xabar topdi. Ondan keyin summa aradahum ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Ey malaikalar, agar sizlar ilgirki oyatdagi Adam o'g'lininki, insonninki xarakteri haqida qilgan gapinglarni rostsil bo'lsanglar, ya'ni insonning asli
malaikalarning suolida Allohga e'tiroz bildirish haqqi hadda emas, ammo o'zi biz sana xolis ibodat qiladigan bir bandalaringizning shunday bir maxluqlar biz inson yaratishning nima hojat degandek savol so'radi. Bu savolga qarata sizning shu tushunchangizda siz rasul olsangiz, gaping rasulga oshib qolsa, siz deb baqinglar deb shu odamga o'rgatgan shaylarning hammani malaikalarga to'g'riladi. Biz hozirgi mazmunda shunchalik o'qiymiz, davomi bor. Abdur buni munda tushuntiryapti. فالحق سبحانه وتعالى رد على الملائكة بهذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى ملائكة bu ayeti kerime arkalık cevap verdi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Adem'e bütün isimlerini öğretti. Medeki kullaha da bir söz var Arapçasında. Ve allama Adem'el esma'a kullaha. Kullaha degen söz bütün bir neslerini öz içine alganlığını, hiç neresinin sırtıda kalmaganlığını ifadeleydi. Yani muşu isimler hakkında her şeyini biliş deganligi bunun ma'nosi. Yani Adem hayatta insan hayatta onunla kerakli olan, qilishga tegishlik, atrofiga şeylerning hammasini bildi. Ana hayat bilimleri insonga o'rgatildi degan gapda. Am bu yerda bir savol chiqdi bizga mazmun davomlashishdan ilgari. Alloh subhanahu va taolo Ademga bütün ismlarni aşı yaratilgan vaqtdan tatib ta qiyomatga qadar hammani o'gitib bo'ldimi? Chunki Alloh bu yerda kullaha degan iboratni ishlatdi emasmi? Alloh kullaha degan iboratni ishlatgan ekan, buning ifodasi Alloh Ademga bütün narsani shu Adem alayhissalom yaratilgan vaqtdan tatib qiyomatga qadar bo'ladigan shaylarning hammani o'rgatdi degan bir hukm chiqdi. Ashtami. Onda olsa Adem alayhissalom yaratilib necha asrlardan keyin, uzun asrlardan keyin paydo bo'ladigan, kashf qilinadigan bir ijodiyatlar bo'ldi. Bu ijod qilingan shaylarning, kashfiyotlarning yangi ismlari bo'ldi. Bu ismlarni bilgan Adem alayhissalom, bu ismlarning hukmini muazzeldan yo'q desa, biz deymizki Alloh subhanahu va taolo Adem alayhissalatu vassalamga ismlarni o'rgatgan vaqtida Adem alayhissalomni malaikalardan farqlantirib alohida o'ringa qo'ygan vaqtida aşı eng adna olgan bir maxluqqa, malaikalardan tuan olgan bir maxluqqa a'la olgan maxluqdan onu alohida farqlantiradigan bir turini bergan bo'ladi. Malaikalar bizdan yuqori deb qaralsa, o malaikalar olg'achqa martaba jihatda, ammo mushu shaylarning ismlarini bilishda malaikalar bilmadi uni. Alloh uni insonga o'rgatdi. Shu bir bilim, bir o'rganish bilan malaikalardan eshib ketib bo'lgan bo'ladi bu yerda. Yani Adem laydan yaratilgan, malaikalar nurdan yaratilgan. İnsanning qudratida oddiy narsalarga yuqori narsadan ko'p narsani bilinmaydi. Oddiy, tuan o'rindagi narsaga yuqoridan ko'p narsa bilan. Ya'ni inson har qancha qilsa malaikani eshib ketolmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zi yolg'iz shuni birdig'in. Yani Alloh qila oladi uni. İnsanın özünün qudratida özü bir oddiy maxluq malaikalardan. Hargiz özünün oddiylik bilan özü bir ishlarni qilib malaikalarni eshib ketolmaydi o. Özünü yuqori darajadagi malaikalardan yuqori o'rniga qo'yolmaydi. Lekin Alloh insonni malaikalardan yuqori qildi. Nega bir alohidlik bilan. Nima uchun desa, bizga bizning elayotgan, erishayotgan narsalarimizni o'zimizning qudrati bilan emas, balki Alloh subhanahu va taolaning qudrati bilan ekanligini bildirsin uchun, aslishimiz uchun, aslitish uchun bizga. Shunlashqa Sulaymon alayhisolamning bir payg'ambar turib, bir podshoh turib, Alloh uningga shunday bir mulkni berganki, undan keyin hech kimga bir loyiq olmaydigan bir mulkni bergan. Sulaymon alayhisolamni o'zining boshqa xalqidan alohida farqlantirgan bir podshoh turib, bir payg'ambar turib, bir höpüpdin birisi qilib Sulaymon alayhisolamga men sen bilmagan narsani bildim, men sana sabab tarafdan keskin, aniq bo'lgan xabardan birini ekeldim deb da'vatida bu höpüp. Ya'ni Sulaymon alayhisolam kim? Höpüp kim? Sulaymon alayhisolam degan bayatni deganimizdagi bu bir payg'ambar, podshoh. Sulaymon alayhisolamga undan keyin hech kimga berilmaydigan darajada bir hukm berilgan. Qushlarning tili bildirilgan, inson jin bo'ysundirilgan bir podshoh turib,
bir öpüp ondan artık bir narsani bilmen deyapti. Qur'on buni bizga hikoya qilyapti. Qandaqmi öpüp bir ojiz, kichik, cheklik bir qush turib, Sulaymon alayhisalom bilmagan narsani bilgan. Sulaymon alayhisalom bayatında degandek inson jinga hukmron qilgan bir podshoh payg'ambar. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zining xalqining mag'rurlanishini yomon ko'rdi. Mag'rurlanish insonning taraqqiy qilishining dushmani. Shunga oddiy narsalarni üstün narsalardan ortiq qiladigan oyatni, paketlarni pat-pat akab turdi. Nimishqa hamma o'ylan shuni aniq bilsin uchunki ularning qudrati o'zida emas. Faqat Alloh tarafdan. Masalan Musa alayhisalom bir rasul, bir payg'ambar, bir rajul solihdan, yaxshi odamdan, ya'ni Xizr tarixlarda, rivoyatlarda Xizr deyiladi. Xizrmi, Xizr emasmi? Alloh vallohu a'lam, u muhim emas. Ammo Xizr deyilayotgan tarixdagi shu kishidan o'rganilyotdi. Xizr degan u bir abdi solih Musa alayhisalom bilmaydigan narsani bildi. Shu Musa alayhisalom bilmaydigan narsani Xizrdan o'rganilyotdi. Musa degan kim? Xizr kim? Musa 5 tane ulul azm payg'ambarning birisi. Kalimulloh deb atalgan. Hamda Xizr payg'ambarlikka emas Xizrninki. Demak bu yerdagi masala insonningki daraja jihatda malaikalardan tuvan turib, ammo mushu maqomga kelgan vaqtda malaikalarning ustiga chiqib qilishi, bu yerda Alloh subhanahu va taolo bayatni degandek bir alohidliklarni berdi insonga. Bu alohidlik insonni malaikalardan ustun qilyapti. Bu bizga bir savoq darski. Bizning Uyg'ur maqol tamsillarimizda mollamning mollasi deydigan shuni ma'nodagi bir gap bor. Har qanday odamda mutlaq ilm bo'lmaydi. Har qanday insonda, maxluqda mutlaq alohidlik bo'lmaydi. Alohidlik faqat Alloh bergan miqdorda, ilm Alloh bergan miqdorida bo'ladi. Ya'ni inson o'zidagi ma'lumot, ilmlar bilan mag'rurlanmaslik kerak. Chunki inson qanchalik ma'lumotli, qanchalik ilmli bo'lib kelsin, u o'zidan kelgan emas. Uning o'zi erishgan emas. Bu nuqta aniq bo'lib kelsin. Endi biz dahi rasmiy javobga kelmadik. Rasmiy javobda bundan keyin Odam alayhisalomdan keyin uzun asrlarda yaratilgan kashfiyot la'nunga qo'yilgan yangi ismlarni shu tahta kiramda shu zihnimizda bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo shay'lan yaratdi, musammayot shay'lan yaratdi. Garchi biz uning vujudini bilmagan taqdirimizda shay'lan yaratdi Alloh. Bilsak bu narsalar var ya. Malaikalarni mushu shay'larning ismlarini Odamdan o'rganadigan qildi. Malaikalarga Odam alayhisalom deb berdi uni. Ba'zan so'rashi mumkin, Xoliqninki akram bo'lgan, bizning yaratquchimiz bo'lgan Allohninki Odam alayhisalomga o'rgatish vositasi qanday o'rgatdi deydigan bir savol chiqishi mumkin. Xoliqning o'rgatishi tabiiyki maxluqning o'rgatishidan farqlanadi. Chunki Xoliq ilhomiy shaklda o'rgatadi. Odam alayhisalomning qalbiga bütün shaylarning hammasining ismlarini, koinotdagi osmon, zamin, maxluqotlarning ismlaridan tortib, koinotdagi barcha shaylarning ismlarini tashlaydi, qalbiga tashlaydi. Demak, bu yerdagi birinchi ko'rinish Odam alayhisalom bilan malaikalarning bo'lgan birinchi ko'rinish nima desa, avval har narsa yaratilib bo'lgan. Birinchi ko'rinishda bütün narsalar yaratilib bo'lgan. Bu narsalarni Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomga ilhom qilib o'rgatib bo'lgan. O'rgatgan. Dalil malaikalar mashailarni bilmadi, ammo shu vaqtda Odam alayhisalom bildi uni. Malaikalarning bilmaganligi, Odam alayhisalomning bilganligi Alloh Odam alayhisalomga bu narsani o'rgatdi. Bu yerda bir to'xtab o'tishimiz kerak, ya'ni bir yerda bir ozroq qarab o'tish kerak. Endi kalom, jumla, so'z degan anglashdan kelib chiqadigan narsa. Til muhitning natijasi. Til muhitda shakllanadi. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomga ismlarni, bütün shaylarning ismlarini o'rgatdi. Ana bu bilim cho'qim Odam alayhisalom Alloh subhanahu va taolodan bir narsa anglagan bo'lishi kerak. Anlagan, so'zlagan bo'lishi kerak. Mushtav olmasa ilm shakllanmaydi. Masalan, bir Arab kichik boladan birini, bu vaqtdan birini kelib, masalan Londonda qo'yib qo'ysangiz, siz onunki
tabiiy ravan ingliz tilini so'zlaganini ko'rasiz necha yildan keyin. Yani arabning bolasi Londonda yashasa, kichik buvoq vaqtidan tortib uning tili ingliz chiqadi. Arabchadan bir ton so'zni tushunmasligi mumkin. Buning tam aksimi ham to'g'ri. Masalan, inglizning bolasidan birini akilib, arab davlatida qo'p arabdan birisi baqsa, bu arab bo'lib chiqadi, buning tili arab chiqadi, arab so'zlaydi, ingliz tilida o'qimaydi. Undaganda bu yerdagi til degan narsa bu meros emas, odamning mana irsidan qoladigan narsa emas, yoki bir jins emas, yoki muhit emas. Ammo til degan nima bo'lsa, inson anglab so'zlaydigan bir do'rash. Men tug'ilgan vaqtimda menda hech qanday til olmaydi. Mening atrofimdagilar menga qanday tilda so'zlasa, men shu tilni anglab, shu tilda so'zlayman. Bu bir til. İnsan hech narsa anglamasa, u bir gasob qalsa, tabiiyki bir harfni so'zlayolmaydi. Undaganda Odam alayhissalom mushu ismlarni so'zladi, talaffuz qildi, malaikalar debadi degan gap. Cho'qim Odam alayhissalom bu so'zlarni Allohdan angladi degan gap. Bu bir change, yoki Alloh subhanahu va taolo ala kulli shay'in qodir. Kun fayaqulu kun fayakun. Allah her narsani bo'lsa bo'ldi. Odam alayhissalomga o'rgatgan bo'lishi mu aniq. Hayron qolarlik Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomga o'rgatgan uslub. Qaysi uslub desa, dal insonlar bugun kunga qadar mesela insonlar hozir maktablarimizda bolalarga bir narsa o'rgatamiz ya. Maktablarda qanday o'rgatadi? Tunjulab ilib batasa. Ya'ni bir narsaning ismidan boshlab o'rgatadi. Eng burun bir narsaning ismidan boshlaydi. Ya'ni sen kichik bolaga ish harakatlarni deb turish orqali o'rgatmaysan. Masalan, avval boshlablam jumladan chiqib ketmaysan. Avval boshlablam voqealikni so'zlab ketmaysan kichik bolaga. Cho'qim buni o'rgatishni ismlar, shaylardan boshlaysan. Masalan, bu stakan, bu tog', bu dengiz, bu quyosh, bu oy degan. Andan kichik bola shaylarni o'rganib bo'lgandan keyin o shayga munosabatlik ish harakatlarni o'rganadi. Va undan keyin o'rganishda asta ilgarilab mangadi. Mana biz yuqoridagi voqealik orqali jumlaninki, so'zninki tunji qatimliq paydo bo'lish ahvolini bilyapmiz. Alloh subhanahu va taoloning mutlaq qudrati Odam alayhissalomga ismlarni bergan. Inson eng burun xuddi kichik bola Mao tog', Mao bog', Mao o'stan, Mao daryo degandek narsalarning ismlarini o'rgatgan. Ana bu yerda biz ikki savolga javob berish uchun ilgari o'tgan bir savollar bor. Ikki savolga javob berish uchun to'xtab o'tamiz. Birinchi savol. Texnik savolga javob bermagan to'qbayatma askarkanda. Alloh subhanahu va taolo odamga butun ismlarni o'rgatgan bo'lsa shu vaqtning o'zida. Shu o'rgatgan ismlarning ichida bundan keyin dunyoda yengilib turadigan kashfiyot, ijodiyatlarning ismlari bormi yo'qmi? Biz deymizki, hattoki Odam alayhissalom dastlabki yaratilgan vaqtda ehtiyojli ismni o'rgangan taqdirdimi va zimindagi hayotining taqozosi buni qo'llangan taqdirdimi, bir yangilik chiqsa, bir yangilik yuz bersa zaminda Odam alayhissalomning bolalari mushu muqaddamat ilgari o'rgangan mazmunlar va o'rgangan ismlardan mush ismni ishlatadi. Men bir nuqtaga diqqat qilaman. Atalg'u turib paydo bo'lganda yo'q, ba so'zdan yasaladi. Atalg'u yip-yangi yo'q gapdan bir paydo bo'lmaydi atalg'uga. Ba so'zdan yuz berayotgan shu narsaga qarata, shuning alohidliklariga qarata ba so'z yasaladi. Masalan, kompyuter desa, arabchada hasub deyiladi. Xanzuchada shundaroq ma'noga ega. Uyg'urchaga yangi paydo bo'lgan vaqtda hisoblash mashinasi deganroq ma'noda shaklda kirgan. Keyin inglizcha kompyuter degan atalg'u muqimlashib qoldi. Hasub desa, buning alohidliklariga qarab kompyuterning butun xizmati shu sansfirlar hisoblash orqali bo'ladi. Mayli nima ish qilsin? Buning butun xizmat xarakteri hisoblash. Buni kompyuter programmasini yasab qo'yganlar biladi bu nuqtani. Mayli bir film qo'ysa yoki bir internetga chiqqan taqdirdami, sana ko'rinayotgan ekrandagi narsalar boshqa narsalar bo'lsin, lekin buning orqi batda, orqi ko'rinishida buni hisoblayotgan bir holatlar bo'ladi, har xil.
Анда болғаннан кейін бұның характері хисаплаш характері болғачқа араб тілінде бұныңға хасул деп ісім қойған. Яғни бұл еңі пайда болған бір аталғы емес. Қандай аталғы бұл? Яғни хасаба, хисапледи деген бір пилден шығып, ішілі тоды. Mesela еңілік пайда болса, яғни еңі сөз пайда болмайды. Сөзлердің, баз сөзлердің еңі сөзде ясылыды. Компьютердің маус дейміз. Mesela bunun İngilizce atalğı mouse degan çaşqan degan gap. Şu kompüterning kontrol qilguvchi çaşqan o'xshashqa ba'zi so'zni ishlatib mouse deyapti. Mesela bir misol beryapman men buni. Mujunga o'xshash qandaq bir narsa paydo bo'lsa, shu narsaga qo'yilgan atalg'i zaminda yo'q so'z emas. Balki insonning hayotida ba'zi so'z alohidligi maskalgan shaklda uning qanaqadir ishlatiladi. Demak, yangilik paydo bo'ldi degan gap, yangi so'z paydo bo'ldi deganlik emas. Ba'zi so'zdan so'z yasaldi degan gap. Endi bu aslida bor degan gapda yana. Ya'ni yangidan paydo bo'lgan narsa ismlar tilga kiradi yana. Bu bikaga paydo bo'lgan emas, yo'q yerdan paydo bo'lgan, faqat shuning bilan sen talaffuz qilib, yezib kelayotgan tildan keladi. Bu aslidan tilda. Anda yo'q yerdan paydo bo'lgan narsa emas. Endi yuqoridagiga o'xshash dunyodagi har shay biz bu hayotda yangi atalg'ularni qaytirib aslida bag'apadik-ku. Ya'ni o'z vaqtida Odam alayhissalom, ya'ni odam, insoniyat ügütilgan so'zlardan elingan bo'ladi dedik ya. Bu bir ism masalasiki gap bo'lsa, koinotdagi dunyodagi shaylarga nisbatan bu asliga qaytarsak, buning aslisining Alloh tarafidan ekanligini bilalaysiz. Masalan, insonni asliga qaytarsak, shu tunji insonning Alloh subhanahu va taolo uni bevosita yaratganligiga bora olamiz. Oldingi darsimizda dedik, tuxum burun yaratilganmi, burunmi yoki tuxummi desa, masala qanday bo'lsin? Ya'ni agar alaqa insoniy tafakkur bilan deyilsa, cho'qim birisi-birisini to'qqan bo'ladi. Tuxumni to'qqan bo'ladi, tuxumdan to'g'i chiqqan bo'ladi. Zanjirsimon holati davomlashib, besh chiqmaydigan bir narsaga aylanadi. Biz buni to'xtatamiz bir yerda. Mayli tuxum burun olsun, to'g'i burun olsun, avval tunjisini Alloh bevosita yaratgan. İnsanların köpeyişidimi aldığın saat degandek, insanlar ayoldan nasl qoldirib köpeyiyotidu. Ama davom qilsak, tunji qatim burunqi dadam dadisi bo'g'isidan mangan bo'lmasa, tunji qilib inson nereden yaratilgan? Kimdan yaratilgan o mesele? Tunji qilib ikki va ayol bir jup, ikki insonning oldidagi kim yaratilgan? Bu mesele var. Çünkü biz bu noktada bir muayyen uqumu berish uchun tunji qatim biz musulmon disiplinimiz bilan Alloh tarafidan yaratilganligini e'tiqod qilamiz yana. Bu ashga ko'p to'xtaydi yana. Bilimning asliga qaytarsang o'xshash yana. Berib Allohga taqiladi. Alloh Odam alayhissalomga o'rgatgan uni shaylarni undan u balasdan ta bugunga qadar kelgan. Bo'layotgan o'zgarishlar yoki taraqqiyot yoki ilm fandagi yuksalishlar hammasining tigi shu yerga taqiladi. Har qanday bir bilim o'rgatkichiga ehtiyojli. Biz deymizki, tunji muallimga, ya'ni bizning Odam alayhissalomning balları kimligini itiraf qilgandan keyin men kimdan o'rgangan, cho'qim mening ustimdagi o'qituvchilarimdan, ustozlarimdan, ota-onalarimdan o'rgangan. U kimdan o'rgangan, u shu. Uning ustiga u shu. Undan keyin shu bo'lsak, Odam alayhissalomga to'xtaydi. Endi Odam alayhissalomga kim o'rgatgan degan savolga to'xtalamizda. Endi aniqki ilm, ya'ni bilim Alloh subhanahu va taolo o'rgatgan bir tunji muallim bilan boshlangan bo'ladi. Mana bu tunji muallim. Undaqda bütün isimlarni Odam alayhissalom o'rgatgan Alloh subhanahu va taolo. Odam alayhissalom bu isimlarni, bu shaylarning nomlarini ballarga o'rgatdi. Ballar uni ballarga o'rgatdi. Mana mashta shaklda davom qilib, mana bugungi kunda bizga yetib keldi bu ma'lumotlar. Bu bayatni degan yangi kashfiyotlarning ismlari Odam alayhissalom shu vaqt o'rgangan ismlarning ichida bormi degan savolga beradigan javobimiz menimcha yetarli bo'ldi. Ya'ni mayli qanchalik narsa yangidan paydo qilib kashf qilinsin, buning qo'yilgan ism yo'q yerdan qo'ya olmaydi. Balki buning alohidligini ko'z tutib turib, shu ishlatilayotgan so'zlardan yasaladi. Bu birinchi savol. Ikkinchi savol keladi. Alloh subhanahu va taolo bizga gapni o'rgatgan muallim bo'lsa, nima uchun zamin yuzida har xil tillar bo'ladi? Allah tunji qatam bir til o'rgatmamdi. Nima uchun bu yerda til,
şivlarning har xil turlari bo'ladi desa, biz deymizki, tarix davrlarininki xilma-xil bo'lishlari, insonning zamin yuzida tarqash her türlük, her top insanlarını özara birisiga yaqinlashib bir til shakllanadigan holatga olib kelgan. Odatda bir yerda yashagan odamlar asta vaqtning o'tishiga ergashib bularning tillari yaqinlashadi. O'xshash bir millatdagi odammi yiroq rayonlarda yashasa, bularning tillari bir til olsa-mu asta yiroqlashadi. Hamda her til cho'qim ilgirki bir tilga tutishadi, bir tildan mavjud bo'lgan bir tilga munosabatlik. Mesela Fransuz tili, İngiliz tili, İtalyan tili hammasi aslida Latin tilidan ilingan tillar. İbri tili, Siriyal tili ikkisi Arab tilga kuchli munosabatli. Ondan boshqa, bu Arab dunyosini desak, so'zlashayotgan lahjalar bor. Bir til egisi ona shu Arab dunyosi. Bu mu farqlanadi? Hatto Algeriya, Marokashning lahjalari, shivlari bu Misr yoki Sudanning shivlaridan farqli ekanligini bilasiz. Bizning Uyg'ur tiliga olsaqmi, shu o'xshash bir Uyg'ur Xotanning tili Qashqarninkidan ma'lum so'zlarni ishlatishda yoki ohang talaffuzda harflarni chiqarishda farqlanadi, shunchalik yaqin. Endi Qozog'istonda turib qolgan Uyg'urlarninki biz bilan necha vaqt ko'rishmagan, uzun mazgil o'tirimiz ayrilib qolgan qarindoshlarimizning tillariga kelsak, xilila farqlanadi. Bu nuqtani tushunsak biz bir narsaga gapira olamiz. O'xshash til jug'rofiylik musofa sababidan yiroqlashgan. O'xshamagan tillarni bir rayonda yashasa, yiqilishib qolganlikning o'zi bizga bir narsa ifodalaydi-ki, aslida bir til o'rgatgan bo'lsa-mu Odam alayhisalomga, Odam alayhisalomning keyingi avlodlarininki zamindagi jug'rofiylik urulishish, o'tirdagi musofalar, oraliqning yiroqligi, zaminning har taraflariga chetilganligini asta bularda har xil tillarning shakllanganligi ma'lum. Bu nuqtani tilni tushunadigan odam azroqlam o'ylansa bilib yetalaydigan masala. Lekin biz Arab tili bilan so'zlagan vaqtimizda deydi, o'zaro tushunishimiz. Mavloning tilining hammasi aslida Qur'on tili, Arab tili. Lekin tarixiy ojizlik vaqtlarida, ya'ni arablardan o'tgan tarixiy ojizlik bir davrlarni beshini o'tkazgan emasmi? Arab shahar davlatlari ba'zi-ba'zidan ayrilib yolg'iz yashagan ahvollar va har jamiyat tilni ijtimoiy bir ko'rinish bilan davom qilgan ahvollar. Shuning bilan o'xshamagan shivlar o'tirisida tushunish chiqib ketgan ahvollar. Mushuning o'zi yetarlik. Ikkinchi savolga. Ya'ni her xil til bilan yashayotimiz dunyoda Allah Adem alayhisalomga aytgan til bir tursa, nima deb har xil til bo'ladi degani, mushuni o'zi yetarli. Bizga 100 yil vaqt yetarli. 100 yilda o'xshamagan ikki joyda yashagan ikki millatning tilida farq bo'ladi. 100 yilda o'xshamagan ikki millat bir yerda yashasa, bularning tilida favquloddiy yiqilishadi. Buni biz farq etamiz. Bizning yurtlarda yashaganlarning tiliga boshqalarning tilining singib kirib ketganligi, O'rta Osiyoda yashaganlarga undan boshqalarning singib kirib ketganligi. Masalan, Anadolu'daki Türkler bilen İstanbul'daki, Avrupa qit'idagi Türklerninki tillaridagi farqlar. Bularning hammasi nima desa, til vaqtning o'tishiga ergashib yiqilishadi, yiroqlashadi va hatto o'xshamagan ikki til shakllanadi. Mushuning uzulam bizning asl tilimizning bir ekanligi, bu hozirgi shakllanayotgan har xil dunyodagi tillarning hammasi vaqtning o'tishiga ergashib sharoitning ta'siridan o'rin oraliqimizdagi musofalarning yiroqligidan shakllanayotgan ekanligini ko'rsatib turadi. Demak, mana shunday o'xshash Alloh subhanahu va taolo Odamga butun ismlarni o'rgatdi. Undan keyin gap tugadi, o'zimizdan gapga kelaylik. Undan keyin bu ismlarni malaikalarning oldiga qo'ydi. Dediki, "Ambiuni bi asma'i haula in kuntum sodiqin." Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni bilim bilan hurmatli qildi. Malaikalarga bermagan bilimni berdi. Adem aleyhisselamni ular bilmeydigan narsalarning ismlarini o'rgatadigan holga keldi malaikalarga. Mana buning o'zi Alloh subhanahu va taoloning qudratining mutlaq ekanligining daliliki o'zining koinotida xoliqanlik qiladi. Xuddi biz degandek, oddiy narsalarni ustun narsalardan ortiq qilish, alohida qilish. Masalan, inson oddiy tur, tür malaikaga nisbatan malaika insondan yuqori tabaqa. İnsandek bir oddiy tabaqani malaikalarning ustunga chiqish faqat Alloh subhanahu va taoloning ishora qilib mavjud bo'ladi. Undan boshqa shaklda tamom bo'lmas. Endi demak, bu hukmni yana biz aqlimizga texim yaqinlashtirish uchun bir misol elish to'g'ri keladi. Masalan, bir ojiz inson desak, bu bir ig'ir yuk tumurini ko'tarmoqchi, ko'tarolmaydi endi bu.
Ama onun qaşida onunğa yordam beradigan kuchli bir odam bor. Kuchli odam o'zining kuchidan ojizga bermaydi. Ma yukni ko'tarib olsin deb. Ama yordam berib ko'tarish bermaydi. Ma insonning qildi, inson o'tirisidagi masala. Ma insonlar o'tirisidagi masala bu. Ya'ni ikki odam, birisi ojiz, birisi kuchli. Ojiz odam bir narsa ko'tarmoqchi, ammo ko'tarolmayapti. Kuchli odam yordam qilib ko'tarish bermaydi. Ama özünün gücünü acizga bermaydi. Sen kötürüp oldu. Bu insandaki ahval. Ama acizni güçlü qiladigan zat, qilalaydigan zat nima bo'lsa, mush ig'ir, yani aciz odamni güçlü qilib, shu aciz odamni mush ig'ir yukni ko'taralaydigan, qilalaydigani inson emas, balki Alloh subhanahu va taolo. Allohning mutlaq qudrati. Yani insan başka bir insonga o'zining kuch-quvvatini bermaydi, lekin Alloh subhanahu va taolo o'zi aciz insanını güçlü insanını aciz kılalaydı. Bu Allah'a has. Hem de şu bugün okuyan ayetinin ahirdeki in kuntum sadiqin. Eğer sizler rasul bolsanız diyen gaptim xuddi malaikeler yalg'aydidigandek bir xil tuyg'u paydo bo'ldi. Malaikeler yalg'aytamdi desa, malaikeler Allah subhanahu va taolo davom tasbih etib turadigan, Allohning buyrug'ini qiladigan nurdan yaratilgan bir xalq. Hem in kuntum sadiqin degan so'zga kelsak, bu faqat malaikelerinin Allah'a koygan sualıga qarta deyilgan gap. Malaikeler biz şu vaqtda deb o'tdik. Allah biz özlüge davamlı tasbih etsaq, özünü muqaddas edigan tursak, zeminde nimde bunda adamni yaratdılar. Bular eskilik qiladi o zeminde. Qon tüküdü demesmi? Bu yerdagi eskilik qilish, qon tükish hadisini malaikelerning ig'zidan chiqishiga sabab bo'lgan narsa biz ilgirki darsimizda degandek, ya ular ilgirki ma'lum insondan ilgir yaratilgan jinga o'xshash xalqlarning qilmishidan elib insonni onunga qiyos qilgan, ajillarni ziminda asta eskilik qilgan, insonlar asta qilamu deb qiyos qilgan, bu qiyosinglarni rasululloh sallallohu degan gap ma'u. Ya ko'mish ular la kallasda ashta qilib qalaman deb Mavlanoning xarakteri, insonning xarakteri manda xarakter ekan, zaminda ashta qilib qalamu deb g'aybga etibman degan gap bor. Ashu g'aybga etibman degan gapinglarda Rasululloh sallallohu degan gap mavjud. Qanaqdir malaikalar normalda yolg'aydi deganlik emas. Agar malaikalar insonning hukmini boshqa bir turga, zaminda burun yashagan boshqa bir turga qiyos qilgan bo'lsa, biz bu yerda ikki xil dedik ya. Jinga o'xshash masalan, insonning ilgari yaratilgan ya bular Alloh subhanahu va taolo in kuntum sodiqin degan gapni bular qaratayotir. Sizlar avlani Mavloga qiyos qilishda xatolashdinglar. Ya bu bir. Yoki men bayatni degandek malaikalar akarimda faraz qilib mushta bo'lib qalamu degan shakl degan bo'lsa, sizlar mushu g'ayb kelgusi bulduğu işlerini perez qilib degan gapinglarda Rasululloh sallallohu degan bo'ladi. G'ayb chunki g'aybni Allohdan boshqasi. Demak, ikki xil o'lcham mavrunda, ya'ni maslashtirish nuqtasida turib davatimiz bu gapni shu xil shakl javob bersak bu. Qanaqdir bu yerdagi in kuntum sodiqin degan, agar Rasululloh sallallohu degan gapi malaikalarga nisbatan bir ayb emas, faqat to'g'irlash. Ya'ni bizga shuni bildirishki, malaikalarning g'aybni o'qimaydi. Shunlashqa malaikalar bizni ilgirki xalqlarga o'xshatgan yoki g'aybga hukm qilgan vaqtida xatolashdilar. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zi yolg'iz g'aybni bilguchi. Mana bu zot malaikalarni shundoq deyishga yoki ko'nglida shundoq o'ylashga apagan narsa malaikalarni Alloh subhanahu qattiq yaxshi ko'rganligi yoki ziminda buzg'unchilikni yomon ko'rganligi. Aytadiki malaikalarningki biz sizlarga tasbih qilsak, biz sizlarni muqaddaslasak, bu ziminda qon to'kadigan, buzg'unchilik qiladigan yaratanlar degini, mush gapni deyishga sabab bo'lgan sabab nima desa, malaikalarning Allohga bo'lgan qattiq muhabbati zimindagi buzg'unchiliklarga nisbatan qattiq nafrati. Bu tufaylidan degan. Ammo Alloh malaikalarning mush gapini sizlarga bo'lgan xato. Men bilmayman bu insonlarning ziminda yaratilishining hikmatini deb malaikalar raddiya berdi. Allah subhanahu va taoloning malaikalarga bergan bugungi darsdagi raddiyasida amaliy shaklda Allah Adem alayhisolamga shaylarning nomlarini, ismlarini o'rgatdi. Andan bu shaylarni malaikalarga to'g'rilab qani tapaqinglar agar sizlarning ashburun degan gapinglarda, savolinglarda rasululloh qolsanglar, sizlar ma'noga javob berib taqinglar qani. Agar inson zodi sizlar insonni yaxshilab qolsanglar degandek bir ifodadan ekegandan keyin malaikalar nima dedi? Qalu subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana. İnneke entel alimul hakim. Allah özrü pak, biz sizni pak deb e'tiqod qilamiz.
bizning bizga bildirgandan boshqa ilmimiz yo'q. Sizlar bizga bildirlar, biz bildik, undan boshqa bilmaymiz. O'zlari alim, hakim zotdir deb ma shaklda javob qaytadi. Ya'ni ma oyat karim bizga Alloh subhanahu va taolaning ki koinotni tunji muallim ekanligini izohlaydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala har qanday bir bilimninki bir muallim bo'ldigan shub qolsa, cho'qim tunji muallim Allah subhanahu wa ta'ala bo'lishi kerak. Ya'ni biz bugungi kunimizda, bugungi davrimizda har xil turdagi ilm fanlarni ko'ryapmiz. Mush ilm fanlarning hammasi Allah insonga ato qilgan, koinotni qo'ygan, Allah koinotni qo'ygan moddalardan Allah insonga o'rgatgan mantiqa va ilm bilan insonga yib bergan aqlning maslashishini kelib chiqqan hammasi. Mayli u qanday ilm bo'lsin, tabiiy fan, ijtimoiy fan, nima bo'lib kelsin, Alloh zaminda qo'ygan, zaminda belgilagan moddalarga nisbatan insonga o'rgatgan shu mantiqa ilm bilan insonning aqlini shu narsalar bilan maslashish, o'rtaqlashish, kelishalishish, topalish o narsalarni din kelib chiqqan bo'ladi, butun narsalar. Ya'ni bütün keşfiyatlar, icadiyatlar özünün vücudunu, mevcudiyetini aş ilgirki bir mukaddimelerden algan bulundu. Çünkü her qanday keşfiyat avlı va onunki. İnsan dünyada yok nersini yep yenilerden tapanmaydı. Keşf kılamaydı. İnsan maşiniyası dedisin, bunu kadem şekilde aldığı sürüp ilgirge apasak, onun her birisinin bir mukaddimesi oldu. Yani dünyadaki bu vatkan maddeler, dünyadaki bulup atkan kanun prensiplerden paylaşılıp, birinci kıtım onu yasaydı, ikinci kıtım terakki kıldır, üçüncü kıtım, mesela ayrılan yasayıştan tarihleri kişiler asasen hemmesi biliyordu bunu, bilmeydiğin adam bu olması gerek. Kuşlar var, insanlar tunca kıtım ayrılan yasaş kademini baskan vaxtda kanet yasap uçup bakkan, paraşütlarını yasap sekrep bakkan, Anlayken bunu olan hava besimi, bu degendek prensipler, kanuniyetlerini düşünüş arkalık asta bir nersenin uçuluğallıqını peraz. Bana müşta bunu da hemme nerse. Dünyadaki icadiyatlarının hemmesi ilgiri ziminde babı olan bir mukaddimelerden. İlgiri ziminde babı olan kanuniyetlerinin davamı hesaplanır. Kandaktır insan dünyada her nersini, hiç kadar nersini yep yeniden, yok yerden keşif kılanmaydı. Mesela su desek, ezelden bağ. Quyosh desa bir energiya sifati bilan shu suvdan bulut yasash uchun suvni g'o'rga aylantiradi. Bu azaldan bor. Inson hamda issiqlik energiyasini ishlatgan bo'lsa, suvni g'o'rga aylantirishda, g'o'rni energiya sifatida ishlatishda cho'qim bu yerda ilm fandagi bir madaniy, hadoriy gulnish bo'lgan bo'ladi. Buning ismi o'z vaqtidagi Asrul Buxor deb, shu g'o'r davri deb, bu g'o'r orqali poyezdlar, zavodlardagi uskunalar unda boshqalar mang'atdi. Buning hammasi yana shu banasilardan olgan bo'ladi, energiyasini, qonun prinsiplarini. Endi ilm fandagi bu xil taraqqiy qilish nima desa, ilm va energiyaning ilgari bo'lishidan kelib chiqadi. Ilgari hech nima yo'q, paydo bo'lib qolgan ish yo'q, energiya bor. Anaki şu energiyani mushu taraqqiy qilgan shaklga aklalaydigan ilm insonning qalbida ham bor. Anikin ba bo'lgan ilm bilan ba bo'lgan energiyaga insonning aqliy qudrati, Alloh tomonidan berilgan aqliy qudrati texmi eshurdi, uni tadqiq qildi, buni tadqiq qildi, ko'paytirdi. Endi mushu aqliy qudrat dal insonni ashu g'o'rdan chiqqan energiyani ishlatishda tafakkur qilgan holatga kelgani shu. Demak inson Mesela deyli bir misal alaylı, insan bir sangılap tuğan bir daraxtdan birini küstüp, daraxt qarası ziminga sangılap pastga qarab tuğan da qarab bunun g'ol yumulaq ekan. Daraxtning g'ol yumulaq tilda emas, bundan qarasa daraxtning g'oli yumulaq. Bu mush daraxtning sistemisidan, yumulaq shaklidan bir yumulaq chaqdan birini yasash tafakkurga keladi. Mushuni o'ylaydi-da, inson mushuni olalaydi. Qarab, g'olkan g'olni tuz kessab, yumaloq bir shakl chiqarsak, yo'g'iladigan, yumalaydigan bir narsa bo'ladi deb tunji qatim shuni olgan bo'ladi. Bu choq keyincha ilm fan tarixidagi muhim taraqqiyotning asosi. Dunyoda choqsiz narsa yo'q. Mayli menayotgan mashina, uning ichidagi oynayotgan motorning ichidagi silindrlar bo'lib qolsin. Uçuatkan ariflarning motorining ichidagi choq hammasi yumaloq shaklda. Buning hammasi cho'qim tunji qatim ashta bir yerdan ilingan bo'ladi. Bu bir misol. Demek, daraxtning yumaloqligi, yumaloq g'o'li masalan insonga
çaq fikrini bergen desek. Andaki insan hor işiltishni taraqqiy qildirib, hor bilan mangadigan poyez yasagan desek, mana bu taraqqiyot nima desa, so'ning horga aylantirishidan kelib chiqqan, chaqning yasilishining qandaqligidan kelib chiqqan energiya qudratidan ilgari bo'lgan insonning kalasiga bir ma'lumotdan bo'lgan bu ahvollarning hammasi. Ya'ni inson hammadan ilgari bir narsalarni biladi. Aş bilgen kiçikkina narsadan foydalanib yana bir narsaga erishadi, yana bir narsaga erishadi. Andan bu xuddi qor duyusiga o'xshash jumlatqansiga yo'g'onagandek insonning ilmi cho'nqurlagan sari kengayib bugünkidek ajoyib gullangan bir 21-asrdagi holatga keldi. Buning hammasining tunji qadami insonda azaldan bor bo'lgan bir kichikkina o'simi ma'lumotga munosabatlik bo'ladi. Demak, har qanday bir ilm ilgirki ilimden çıkan buludu. Onda yip yanı yok yerden süpteplen bir ilim peyda olmaydı. Bu ilim nim bilen maslaşı, nim bilen bağlaşkan dese Allah subhanahu wa ta'ala insanga bergen imkaniyatlarla bağlaşıdı. Ma bir noktaya dikkat kılınlar. İlim Allah insanga bergen imkaniyatlarla çemberçes bağlangan. İmkaniyat olmasa ilim peyda olmaydı. Şun başka İslam kelgen vaxtıda şu meyle tecrübi ilimle, bilimle yoki moddiy bilimlarga o'truq qo'yib kelgan vaqtda bizning diqqat nazarimizni koinotdagi xoliq yaratquchining pokitlariga diqqat nazarimizni chekadi. Bizdan mushu pokit dalillar haqida o'ylanib boqishni talab qiladi. Va buningda mushu narsalarda aql idrokotimizni ishlatishni taqadi. Chunki aql idrokotimizni ishlatib kallamizni quvvatga vaqtda biz yangi bir natijaga erisha olamiz. Qur'oni Karimda dedi ya, "Va ka'ayyin min ayatin fis samawati val ard." Osmon zamindagi har qanday bir paket olsa, bular bunga qarmay o'tib ketadi deydi. Mana Qur'oni Karimning inkor qilgan sökkan tarafi. Demak, mushoyatga o'xshar Allah subhanahu va taolo bizning diqqat nazarimizni osmon zamindagi o'zining paketlariga chekyotidi, qartyotidi. Nimishqa shu narsalar haqida aql idrokotni ishlatishimiz uchun. Buningdagi g'oya maqsad shu narsalardan bizga madaniyatni beradigan bir narsalarni elishimiz uchun. Chunki bir narsalar haqida o'ylangan vaqtda undan keyin bir narsa chiqadi uningdan. Biz yaratgan butun madaniyat yoki boshqalar yaratgan madaniyat, har zamonda yaratgan madaniyat nerdan kelib chiqqan desa, adorat tunji qatim ma'lum shaylar haqida o'ylanish orqali bir natijaga kelishdan, o orqali bir narsani yasashdan, o orqali bir millatninki madaniyat, yani moddiy madaniyat holatlarini gullantirishdan iborat bir natijaga keladi. Buning ham tub birinchi qadami, tub yildizi qarash, tafakkur qilish. Qur'on buni bizga o'rgatyapti. Ya'ni Qur'on bizdan nimani talab qiladi desa, Allah Adem alayhisolamga avatgan ilmni davom qilishni taqozo qiladi. Adem alayhisolam shunday degan bo'lsa, uzluksiz taraqqiy qildirishni. Ya'ni ilm fan tarixi bizga mu'min bo'lmagan kishilar haqida xabarlarni ep keladi. Ammo ular mu'min bo'lmasa-mu bizga ilm fanda bir yakunlarga erishishda ilgirilib ketgan kishilar o. Undan keyin mu'min emas turib ilm fanda ilgirilib ketgan yerda biz mu'min bo'lish sifatimiz bilan zimindagi Alloh subhanahu va taoloning qoldirgan oyat poklar haqida tafakkur qilish bizga vojib. Masalan, Newton desa, bilan bilamiz, ya'ni zaminning tortish kuchini bayqagan, kashf qilgan kishi, bu faqat egiz bir daraxtdan yerga tushgan bir olmani kuzatgan yeri bor. Shuni undan topgan. Shuni bilan tortish qonuniyatiga yetib borgan bu. Masalan, biz Alloh bizga o'rgatgan ilmdan bir lamha, bir qarashni olmoqchi bo'lsak, biz faqat bir uruqchaga qarasak bo'ladi, kichik uruqcha. Mayli nimaning uruqchasi, xormining urug'i bo'lsin bo'ladi, yoki uruq shaptol, olma, yoki har qanday bir terisoq unadigan bir narsaning urug'iga qarasak bo'ladi. Mush kichikkina uruqchida büyük cho'ng bir xo'bo yoki büyük bir shaptol, büyük bir yangoq bor, kichikkina bir yangoq. Mush yangoqni yerga solsak, yug'on hayvat bir yangoqning birisi yoki xo'midan birisi o'sib chiqadi masalan. Qachon yerga solinsa, yug'on xormi o'sib chiqib, bir yug'on bir narsa paydo bo'ladi. Ana mush kichikkina yangoqda shu narsa bormidi. Buni izohlash uchun biz deymizki, har qanday ilmda sizlardan nazariyaga asoslanadi. Har qanday bir fan, har qanday bir bilim nazariyaga asoslanadi. Birinchi nazariyasi ikkinchisiga opiradi, ikkinchi natija uchinchiga opiradi. Mashtab davom qilib taraqqiy qiladigan gap. Lekin mushu har qanday bir ilm fanning boshlanishi
Lekin har qanday ilm fanning boshlanishi nazariya bilan boshlanmaydi. Ammo ilm fan nima bilan boshlanadi desanglar, badihiyat, ya'ni hamma biladigan oydin masalalar, aniq masalalar bilan boshlanadi. Ya'ni tafakkurga, dalilga ehtiyoj yo'q narsalar bor. Bu narsalar Alloh subhanahu va taolo koinot yaratgan. Bu nuqtaga diqqat qiling. Hamma narsa nazariyalar emas. Nurg'un narsalar da qarsaqlan bilgildigan bir narsalar bor. Bu qarsaqlan bilgildigan narsalarni Alloh zaminda yaratgan. Mushu qarsaqlan bilgildigan badiiy narsalarga asosan ondan keyin nazariyalar oqa-oqin qurilgan bo'ladi. Hattoki sen ash nazariyalarni asliga qaytarmoqchi bo'lsang, qaytarib, masalan, anadan topgan, nimaga qarab topgan, ma'lumotga qayerdan erishgan deb qaytarsan, oxirida shu natijaga yetib borasanki, tunji ilm Allohdir. Tunji muallimga Alloh o'rgatgan. Tunji mevani Alloh yaratgan. İnsanninki hayat yaratilgandan tatip qiyomatga qadar bo'lgan bütün bayqashlarining hammasi mohiyatda bor, azaldan bor. Masalan, uruqchiga o'xshashki, uruqchining ichida xormining xarakteri bor. Uruqchining ichida xormining xarakteri bor. Faqat bu iktishofot, bu ijodiyat, bu kashfiyatlar bor, nimani kutyotadi desa, bizning o'yinib xizmat qilishimizni kutyotadi. Shunda bo'lganda, lekin bu bayqashlar amaliy bayqashga aylanadi. Amaliyatda bor. Ko'mir azaldan taqdi bor. Bayqab tap chiqsak, o'tirib chiqqan bo'ladi. Nifat tarixdan buyon baziminning ostida. Ammo uni bayqab chiqqandan keyin bizni ko'z oldimizga nifat keladi. Shunga o'xshagan masala. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo birinchi muallim o'zining koinotida nurg'un ilmlarni qo'ygan. Biz faqat shunday tehib chiqish, elib chiqish, o'zlashtirish, bayqash mushuni bilan mukallaf, mushuni talab qilingan bizdan va bu ilmlar Alloh koinot qo'ygan ilmlar bizning shuni kutyapti. Mushu topda abturda Shoir Ahmad Shavqiyninki bir she'r va mushu mazmunga to'g'ri keladigan bu tövendeki 3 misradan tarkib topgan. Subhanakallahumma khayra muallimi allamta bil qalamil qurunal ula arsalta bit tavrati Musa murshida ve ibnal batul yuallimul injila ve fajjarta yanbu'al bayan Muhammada fasaqal hadisa ve nawala tanzila. Allah özri pak, özri en yaxshi muallim. Sizlar birinchi asrdagilarga qalam bilan o'rgatdilar. Tavrat bilan Musoni yetakchi qilib avatdilar. İsa'ni, Maryamning o'g'lini, Injilni o'qitgan qilib avatdilar. Va bayonninki, balog'atning buloqlarini Muhammad alayhisalom bilan yardilar, etildirib chiqardilar. Muhammad alayhisalom hadisni bizga depadi va Tenzil Qur'oni Karimni bizga keldi. Degan shaklda shu ma'noda 3 misra bo'lgan. Bu misrada Alloh subhanahu va taoloninki birinchi muallim ekanligi o'tirib qo'yilgan. Ya'ni Shavqiy o'zining yuqorqi baytlarida har qanday ilmning Alloh qalam tava ekanligini bizga deb beryotdi, bayon qilyotdi. Mana shunga o'xshash malaikaning so'zimi ayni shu ma'noda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ey Alloh, o'zri pak, bizning sizlar bizga o'rgatgandan boshqa bilimimiz yo'q. Ya'ni bizning bilimimiz o'zirdan kelgan, sizlar bildaganni bilamiz, bildirmaganni bilmaymiz. Bu shaklda. Ya'ni bu yerdagi e'tirof bilimning hammasininki marjayining Alloh ekanligini o'z ichiga oladi. Malaikalarning e'tirofati. Alloh subhanahu va taolo ilm hikmatning manbasi. Hamda oyatning oxiridagi alim, hakim deb ikki sifatni keltirilib, alim va hakim. Alim degan nima desa, maxfiy bo'lsin, oshkor bo'lsin, butkul narsalarni biladigan degan bo'ladi. Demak, ilmning hammasi shu yerdan chiqadi. Ammo hikmatni biz odatda Uyg'ur tilida hikmatmi deymiz, donolikmi deymiz Uyg'ur tilida. Yani bu adet aslında hikmet degan lug'at ma'noda otning eg'iziga uni yugallash uchun silinadigan to'mirga hikmat deb ishlatiladi. Bu otlarning chulvuri va ya eg'izi silinadigan. Shuni arab tilida hikmat deydi. Nim endi bu otning chulvuriga kelaylik, endi biz hikmatning lug'at ma'nosini tushunish uchun. Bu chulvurini nima uchun otning eg'izi solamiz desa, otni mingan odam otni kontrol qilsin uchun. Bu yoqqa jo'rib, o'ngga so'lga degandekchi. Buni uchun ot degan erkak bir qochqun hayvon, ham o'ylan bilamiz, shash, ot degan ayt shash chiqadi. Bu ko'ndirishga ehtiyojliq. Ham eg'izga solinadigan shu bir parcha to'mir uni egisiga
favqulodda itoatchan qiladi. Cho'qdisi mangadigan, dirdisi to'xtaydigan, o'ng so'l ta'sirlar qayriladigan shaklda. Xuddi demak hikmatning asl lug'at ma'nosi chulvur ishlarni o'ng so'l tarafga nayta muvofiq shaklda burab mengish degandek bir ma'no ekanda, xuddi hakim degan sifatni, ma'nodagi hukmdan hamda Alloh subhanahu va taolo ishiltish, Alloh subhanahu va taolo mahluqlarni xuddi atqa mingan odam chulvur orqali atning o'ng so'lga mengishini kontrol qilgandek Alloh mahluqlarni kontrol qiladi. Ya'ni mahluqlar hidoyatsiz, diroyatsiz, bilmay, uqmay, u yoq bu yoqqa mangmaslik uchun Alloh insonlarni kontrol qiladi degan nuqtada turib hakim degan sifat ishlatildi. Ya'ni hakim degan nima desa, ishlarni nihoyat hikmat bilan, donolik bilan kontrol qiluvchi degan ma'noda unda bo'lsa, endi hikmat degan nima desa, hikmatning o'z ma'nosiga kelaylik, bizning hozir ishlatayotgan har qanday ishqa bir nishon belgilash, unda maqsadsiz ish qilmaslik. Nihoyat ishlarni yiroqdan o'ylab qilish. Chunki harakatlar o'zaro bir-biriga moslashsin uchun. Koinot oldi keyindan batil kelmaydigan haq bilan boshqarilsin uchun har shayga hikmat belgilash, nishon belgilash. Endi Allohningki Hakim, Al-Alim degan sifat bilan kelgan bu nuqtaga kelsak, Al-Hakim bo'lgan zot, hikmat bilan ish qiluvchi degan zot, hammani bilguchi degan zot, ya'ni Alloh u kim o desa, butun koinotga uning ramkisini va chek-chegisini belgilab bergan zot shu. Sening doirang bu yerdan bu yergacha. Sen bu doirada ish qila olaysan degan shaklda. Hikmat degan nima desa, har shay shuningdan talab qilingan o'zining vazifasini asl shaklda o'rinlash hikmat bo'ladi. Muvofiq shaklda. Fiqhdagi hikmat desak, sog'lom hukm chiqarish bo'ladi. She'rdagi hikmat nima desa, so'zlarni o'lcham, vazni bo'yicha vazni keltirish. Tibobatdagi hikmat nima desa, kasalni tepib chiqib, kasalning diagnozini bilib, uni davolaydigan dorini qana qilish, bilish. İnjenerlikdagi hikmat degan doktorxonaninki kasal, doktor, davolash uskunlari, dori ombavondan boshqa ehtiyojlarga mos shaklda lohilanish yoki uyni loyilash, masalan, odamga rohatlik shaklda o'ltiraqlish uchun uyni loyilash, bu hikmat bo'ladi. İnjenerlikdagi hikmat. Uy qurilishining hikmati masalan, bino sirishdagi hikmatdan farqlanadi. Yoki ish o'rni sirishdagi hikmatdan farqlanadi. Hikmat degan nima bo'lsa, har shayning nishoni hikmat bo'ladi. Endi koinotning hammasi Hakim, Alim bo'lgan zot tarafidan yaratilgan. Xoliq subhanahu va taolo bu koinotda har shayni o'z o'rnida o'zining xizmatini ado qilish uchun belgilagan. Alloh subhanahu va taoloni Hakim deb sifatlaganlik bizdan nimani talab qiladi desa, Allohning alim bo'lishini taqozo qiladi. Allohning Hakim deb sifatlanishi Allohning alim bo'lishini taqozo qiladi. Chunki Allohning ilmi har shayni hikmat bilan qirg'izadigan narsa ilm avval. Avval ilm, bir narsani bilish kerak. Bilgan narsani puxta, nishonliq shaklda o'z joyida qilish an hikmat bo'ladi. Unda bo'lganda hakim bo'lishdan ilgari alim bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining xalqidan har biriga ilmning, bilimning, ashuning hojatiga asosan ilmdan bergan. Malaikalarning tabiati zaminda Alloh uni izbosar qilib xalifa qiladigan insonning nima ish qiladiganligini bilish malaikaning tabiati. Tabii bilmaslikka ina qo'li malaikalarningki. Lekin bular malaikalar boshqa bir xizmat uchun yaratilgan mahluqlar. Alloh subhanahu va taolo aql orqali koinotga Allohning alomat, pok dalillarini bayqash uchun insonning hayot hojat miqdori bo'yicha insonni aql bilan alohida qildi. Boshqa hayvonlardan, boshqa jonliqlardan, boshqa mahluqlardan aql idrokat orqali ortiq qildi insonni. Bu dal inson koinotdagi Allohning dalil pokitlarini bayqasin uchun. Shun Qur'oni Karimda aytadi: "Sabbihisma robbikal a'la." Buyuk Robbingning ismini ulug'la, muqaddasla, pokizla, pak deb tasbih ayt deb bo'lib, "Allazi xalaqa fasawwa." Allohning sifatlari, Alloh har shayni yaratdi va har shayni o'z joyiga qo'ydi degan ma'noda savva. "Vallazi qaddara fahada." Her şeyi belgiledi vazifesini fahadaki onu o'zi qiladigan ishga yetakladi. Her adam, her mahluq o'zi qiladigan ishni qila oladi, topa oladi bu jahonda. Demak, xulosalasak, her şey
Allah'ın takdiri bilen yaratılgan, Allah'ın ölçüşü bilen her mahluk Allah onu hidayet kılgan neresiga kolaylaştırıldı. Yani Allah onu nemege başlamakçı olsa, neme işqi yetekmekçi olsa insan kolay şunu onğaytıdı. Mesela tabii ki bir adam Allah onu zeminde alim buluşqa irade kılgan bolsa, onun ilim yolları açılıp, okuş yolları açılıp tabii okuydu, tabii lan. Bir adamın ticaret kılışqa Allah zeminde çok büyük işlerini tervetişke ticaret sahasida takdir kılgan bolsa, onun şu yolla kolaylıklaştırıldı. Demek bugünkü dersimizdeki iki ayet okuduk. Birisi 31. ayette Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki malaikelerge cevap sübüde emeli Adem aleyhisselam'a şeylerin isimlerini ügütüp malaikelerini attı oturdu koyganlıqqa. Ondinkin malaikelerin ki Allah'a bergen cevabı o'ttuk. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.